Assalomu alaykum alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim. Bugun qanaqa kunga esingizdan? Albatta esimda, bugun sen tug'ilgan kuning. Nima sovg'a olib berasiz? Nima sovg'a olib bering? Aytganingni olib beraman. Uncha yaxshi. Qayerga olib boray? Xohlagan joyingga. Sen unda ko'chaga kiyadigan kiyimni kiyib chiq tez. Ketamiz. Hozir tez chiqaman. Yuring, yura qoling. Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Masalan, Yaxshi keldingizmi? yaxshimisiz? Rahmat. Xush kelibsiz. Qani o'tiring. Qani? Kel. Juda ham go'zal joylar ekan-a. Buncha ham chiroyli restoran bu, a? Siz bundan ham ortig'iga loyiqsiz oyijon. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Bugun meni tug'ilgan kunim emas-ku, bugun seni tug'ilgan kuning qizim. Meniki bir haftadan keyin-ku. Bugun haqiqiy tug'ilgan kun bu sizniki. Adasi, sizdan bitta narsa iltimos qilsam maylimi? Mayli. Bugun men tug'ilgan kunim to'g'ri, lekin oyim bilan tabriklasak bo'ladimi? Mayli, lekin nega? Chunki meni dunyoga keltirib katta qilgan oyimda hamma sovg'alarga mendan ham ko'p ular loyiqlar. Sevar, baraka top. Xuddi mana shu narsani o'ylab yurgandim o'zim ham. Unda bugun oyijoningni xursand qilamiz. Hamma sovg'alarni oyijoningga olamiz. Rahmat kattakon adasi. Mana zo'r surprizim bor. Bir haftadan keyin tug'ilgan kuningizni ham nishonlaymiz. Bugun Sevarani dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan inson tug'ilgan kuni, ya'ni sizniki. Mana shunday qizni dunyoga keltirib, voyaga yetkazib, chiroyli tarbiya berganingiz uchun sizga kattakon rahmat onajonim. Mana bu gullar sizga. Tug'ilgan kuningiz bilan. Buncha yaxshi. Mana bu chiroyli ko'ylak ham sizga onajon. Bering. Bu sizga. Qizingiz bilan tanladik. Sizga juda ham chiroyli yarashadi. Rahmat. Ilohim qo'sha xalila bo'la. Ha, aytgancha onajon. Sizlarga yana bitta sovg'am bor. Bu sovg'am Sevaraga ham, sizga ham. Sevarda o'zining xabari yo'q. Onajon, nega tug'ilgan kun degan kun bor-ku, tuqqan kun degan kun yo'q. Nega tug'ilganlarga uzoq umr tilashadi-yu, tuqqanlar duo ham qilinmaydi. Nega tug'ilgan kun egalariga qozonda oshlar damlanadi-yu, tuqqanlar xizmat qiladi. Onajon, bu haqiqat emas. Bugungi asl tug'ilgan kun bu siz tug'ilgan kuningiz. Biz tug'ilganimizni bilamiz, lekin qanday tug'ilganimizni bilmaymiz, onajon. Tabriklayman. Ushbu kunda sizga Safo Travel'dan Sevaraga 14 kunlik Makka va Madina shahriga yo'llanma oldim, onajon. Tug'ilgan kuningiz bilan. Mana sizga. Voy bolajonim, Sevara, deyapsan. Rahmat. bolam. Juda ham xursand qildingiz. Katta rahmat jonim bolam. Sizga kuyovlar ko'paysin bolam. Yovurmasiz, o'g'lim deganlar. Ilohim, rohatinglarni ko'ray jonim bolam.